Do'stlar, ko'rib turganingizdek mana Byorvikani sohillardamiz. Osloni qoq markazi, mana shu Oslo, Norvegiyani poytaxti. Albatta Byorvika Oslo fjordda qirg'oqlarda joylashgan, juda ajoyib, go'zal city barpo qilishgan Norvegiya hukumati. Albatta bu uylarda keladigan bo'lsak, suv ustida juda mustahkam qurilgan. Dizaynlar, o'ziga yarasha dizaynlari bor, albatta. Va meni hayratda qoldirgani shu bo'ldiki, shundoq kelasizda, mana uyingizdan, balkoningizdan bemalol dengizni, atrofingizda ko'rib o'tgan mana paromlarni, mehmonlar kelib, turistlar kelib ketishlari, operadagi turistlar, sayyohlarni tomosha qilish imkoniyatlari juda meni hayratda. Shunaqa zavq berdiki, har qayerda bitta yashagan odam maza qilib yashasa kerak deb o'ylayman. Chunki kuningiz har kuni har xil o'tadi. Qishda misol sportchilarni ko'rishingiz mumkin, yugurishadi, velosportlar, mana bunaqa kayaklarda uchishadi, mana dengizda suzishadi. Va albatta yoz fasli sal kun issiqsa bemalol kirib cho'milishingiz mumkin xohlaganingizcha. Endi uyi narxi ham har qayerdan cho'miltirsa kerak menimcha deb o'ylayman. Lekin unga qiziqmadim, to'g'risi. Ko'rinishidan bu narxini qiziqishgan. Endi bor odamlar yashayapti. Endi vobshe milliarder bo'lsa kerak bu yerda yashayotganlar. Har qayerda mana bu yerda dizaynlarni qildirgan uylarni mana bir tekisda, masalan, oddiy mana Munch muzeyini ham ko'rsangiz, bunda tepasi bundoq qiyshayib chiqqan va uni orqasidagi binolar qanaqadir piramida, balkonlari juda ajoyib arxitektura san'ati. Ko'rib odam hayratda qoladi. Shunchalik baland bino, nima deydi, har xil shakllarda turishlari ba'zi birda odam qo'rqib ham ketadi, yiqilib tushadimi endi bunda o'ylab, hayron bo'lib qarab qolasiz. Lekin bu arxitekturani eng nima deydi, kuchlilari chizib nima qilishgan. Lekin xullas bu Byorvikada mana atrofida nimasi menga yoqqani, suvni o'rtasida mana ko'rganingizdek sauna bor. Saunada oylik abonement qilib qo'yib, oyiga pul to'lab, misol boring 500 ming, 600 ming turadi, undan ko'p emas. So'mda agar aytadigan bo'lsam 500-600 ming oylik to'laysiz.